okey. Tamam. Onda mesela ikinci bölüm. Ben chat'teki Uygur uçurlarını kandak toplaydı. Bu doğruluk toxtaydı. He? Bu doğruluk. Ben chat'teki Uygurlarını nazaret kılışı bizning tasavvurlarimizdan halkıp ketdi. Halkıp ketdi. Köp sondagi Uygurlar Xitoyning nazorat qilishini va tahdidini his qilolmaydi va toniy olmaydi. Lekin amaliyotda Xitoyning nazorat qilishi sizning tasavvuringizdan olib ketdi. Rasm 5'lik aka qo'ya olamsiz? Rasm 5'ga, ashunga. Yaşa turib tursin. Xitoy sunniy aqliy iqtidor, texmo pishib yetilgan hisoblash usuli, cho'ng sonliq ma'lumot texnikasi, darajadan tashqari yuqori sur'atli kompyuter. Bu men degan bu 4 narsachi har qanday Uyg'urlar bilish kerak. Biz yana kechgacha 40-50 ideya bo'lmaskinlar. Agar mushni men uqmayman, hozir birini tayyorlab qanchalik odam qinshaydi. Men mushi degan narsalarni bir anglashga qiziqidan bir ashkil odam bo'lsa, men tafsil dehqon tilida so'zlab beray, ya. Sunniy aql iqtidor, texmo pishib yetilgan hisoblash usuli, cho'ng sonliq ma'lumot texnikasi, darajadan tashqari yuqori sur'atli kompyuter sonliq ma'lumotlarni bir taraf qilish sistemasi orqali butun dunyoga tarqalgan aqliy iqtidor nazorat qilish to'rini barpo qilib, dunyodagi Uyg'urlarni Xitoy Tibet hamma deydi, men diqqatimni Uyg'urlar qilyaptim. Dunyodagi Uyg'urlarni nazorat qilyapti. Xitoyning maqsadi sizni, oilangizdagilarni va avlodlaringizni umumyuzlik kontrol qilmoqchi. Amaliyotda bu jihatda xiyla natijalarga erishdi. Rasm 5ni qaranglar. Men rasm 5ninki so'ng tarafda rasm degan ostida o'tir kichik bir qizil bor. China degan gap. Bu Xitoyninki, ma Chinadagi har yerlar ittifoq, Amerikaninki nimda qilgan to'ri, ma o'ng tarafdagi Xitoyning dunyodagi josuslik ubushi to'r organlarining o'rinlari. Mushunda qarab, siz bu Xitoy organlari qanchalik chizilib ketganligini, qanchalik doirasi keng ekanligini bila olasiz. O'sha Xitoy organlari ma dunyodagi va o'ng tarafdagi bu qanday ishlar ib borgan va Amerikaninki China Remix War. Xitoy dunyoni boshqani quryotidi degan gapga bunlar, ma texnik orqali deganga bak organ. Xitoyning hozir qo'llanayotgan usuli an'anaviy usulga o'xshamaydi. An'anaviy usul degan yiliq xalqlarning uyiga berib qo'llash, yiliq razvedchiklar, Holmes apandining hikoyalari oshla to'g'rimi? Unimi qiladi, hozir uningga o'xshamaydi. Hozir Xitoy nazorat qilish va tahdidi sizning barliq sonliq ma'lumotingiz, oila a'zolaringizning sonliq ma'lumoti, do'stlar chambaringizdagi do'stlarning sonliq ma'lumoti va oilangizning avlod a'zolarining sonliq ma'lumoti qatorliqlarni qo'lga keltirish. Va erishgan sonliq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, sizga shuncha umumyuzlik nazorat qilishni amalga oshirg'ili bo'ladi. Bizga bo'lgan tahdid shuncha cho'ng bo'ladi. Xitoy Uyg'urlarning uchurni va sonliq ma'lumotlarni to'plashning usullari bundoq. Men bir-birlab so'zlab beray, bir sekund o'tib beray. Hürmetli qarindoshlar, ko'rayotganinglar Mavlon Yasin apanining taqdim qilishida Xitoy josus qonunlarininki yangilangan, to'liqlangan yoki yangidan tayyorlangan mazmunlari va Xitoyninki josuslik qilmish harakatlarininki xalqarodagi usulchal tadbirlari va vositalar haqidagi izlanishni taqdim qilyapti. Do'stlarga tavsiya qilib qo'yinglar, vaqt ajratib alohida ko'rib qo'yishga ahamiyat beringlar qarindoshlar. Ondan başka... Ünüm anladım da. Anladım da. Okey. Tamam söyleyeyim. Bu da dikkat anlamla.
Ben erkindeyim, muşta birimini yetiştiriyor için ben muşu Xitay'ın kanunu, Amerika'nın muş kanunlarını muş kata aldığım tızıp söz mü söz, cümle mi cümle seliştirme. Ulan cümle seliştirip vurgun vakit çıkarıp muşu haklarını haberdar bu kılışın bir yaramlık birinin bolsun dep tayyorluk kılma. Böyle Uygurların uçunu mandak usulla bile tanıydı. Birinci, Xitay yanfunga ortulgan Xitay app desem bülsüzgü deyme ha? EPP. App. Uygur ninde bir okuyumuz app'temde. Biz app Aldık mı? Xitay yanfunga ortulgan Xitay app yumuşak detali arkalık toplamaydı. Bu yumuşak detallarının mülazmet maşinesi Xitay'da. Elbette Xitay bunu kontrol kılalaydı. Abay Davut'un hemmini görelaydı. Amerika'daki noktasız organlar Xitay'ın TikTok işletgüçilerinin sonluk malumatını toplayışı garip devlet bexatarlığa uzun müddet ziyan yetkizdiği de bitti. Ama TikTok'un Amerika şunda katı bitti. Doğrusuna TikTok bütün dünya Amerika'nın bexatarlığa uzun müddet yankeş yetkizdiği de bitti. Garip'in bu endişesi bir bihude endişe emas. Çünkü Xitay qarmakka diyansız göründüğün ictimai alaka yumuşak detalları arkalı chet ellerdeki nazaret kılış hatta bilet taşlaş qatarlıq qılmışlarga ta'sir ko'rsatlaydigan alomatlari Rusyan isbotlandı. Çünkü yanfunga düşürülgen Xitay yanfun yumuşak detallarının mülazimeti Xitay'da. Şuna siz ve aile azalarınızın uçurları yığış intayın asan. Bulup mu WeChat bilen TikTok'ni işletsiniz. Sizin qaysi devletinin qaysi şehirdekiliginizni hatta qaysi ko'cha, qaysi binada turganligingizni bilalaydi. Ba'zi bexatarlik kasbi egalarining aytishicha, siz qaysi binani qanchinchi qavatida turganligingizni bilalaydi. Men bu sohada ishlagan Amerikaniki bizning nurg'un bo'lsa sug'urta, inshuransda taraflarda nurg'un pullarni o'g'irlab ketgan o'g'irlarni nima qo'g'lashda ochidimda va uzun yil ishlagan. Shu vaqtda shu o'g'irlarning qaysi ko'cha, qanchinchi bino emas, qanchinchi qavat, qanchinchi uyda turganligini topalaydi. Siz ben bu sohada mening bugun so'zlayotgan soharim mening kasbiy doiram. Mening kasbiy doiram. İkinci, siz Amerika ve G'arb torlardan mal setip alganda, bulup mu Amerika ve G'arbdagi Xitay torlardan mal setip alganda, sizning uçurlarınızı üçüncü taraf bevosita yoki shu torda ishlaydigan xizmatchilar qayta sotalaydi. Yoki hackerlar o'g'irlara o'toqlikdan to'xtaymiz. Xitoy hackerlari qo'lga tushiralaydi. Hackergen düşünsüzgü değil mi? Hackergen. Üçüncü, Amerika ve G'arbdagi Xitaylar ishlatadigan Xitoycha tor do'kondan mal setip olganda. Bunu setip olgan Uyg'urlar nurg'unchiq masalan doğru satımı alaman deydi. Gay bir kiyim kechak, gay Xitoy mashinalar buzilib qolganlar, mashina asboblarini alaman deydi. Kompyuterning a'zonda bir şey alaman deydi. Uyg'urlar u yerda qilgan so'z nayt ko'p. Setip olganda ishlatguvchilarning uçurlarini qanunsuz holda Xitoyga qaytirib ketishi mumkin. To'rtinchi, Xitoy yana Amerika va G'arbdagi mulozimat kasbidan sizning uchuringizni qanunsuz to'play oladi. Masalan, men Amerika G'arb deb oldim, Turkiya, Avropa hamma yerda uzoqlar ichiga olsanglar bo'ldi. Masalan, Xitoylar ochgan Shibonxonning davolash xotirasi. Xitoy vakolatchilik qiladigan har xil sug'urtalar. Xitoy shirkatlaridagi arxivlar, Xitoy shirkatlari ishlab qoldingiz. Uyg'urlar ochgan oshxonada xizmat qiladigan Xitoylar. Siz arzon deb yollagan Xitoy qurilish shirkatlari, shu shirkatlar pul to'laysiz, hamma ishni qilsiz. Xitoy mag'zinlarida
qilgan sodilar, har qanday Xitoy do'koniga berib sodi Uyg'urlar to'lg'u, hatta ochiq so'ylayotgan, lodiylayotgan Xitoyda do'konda hamma Uyg'urlar sodi qildi. Hamma oshxona Xitoydan bir nima oldi. Xitoydan xotin olgan yoki Xitoyga tekkan oilalar, Xitoy shirkatlarida xizmat qiladigan Uyg'urlar, Xitoy vizasini ilish uchun Xitoy konsulxonasida qo'ldirgan jadvallar va shu vaqtida qilgan suhbatlar qatorliqlar. Bulardan sizning uchuringizni to'plamaydi. 5. Amerikadan sotib olgani bo'ladigan operator nazorat qilish uskunalarining pullik operat nurg'unlarining ko'pinchisi Xitoyda ishlab chiqargan. Uning yumshoq detalini Xitoy loyilagan va tadqiq qilib yasagan yumshoq detallar. Albatta bu yerda yuvuqlar nayt ko'p. Xitoy hakerlar osonla bu uskunalarga kiralaydi va uchurlarni tushirib valalaydi. TikTok bunun misali. Yana olma telefon, olma telefonun olma saati var bilse bu. Olma telefon, olma saatinin nurgun miktarını Xitoyda işləyir. Elbette bu yerde Xitoy hakerleri kiralaydigan yuvuqlar mevcut. 6. Amerika alma telefonla okşaşma, alma telefonlarına okşaşma. Amerika Xitoyda işleyenlerin içinde hemmesi kiralaydigan yuvuqlar var. Bulup mu var? Almanınki, almanınki var. Saatten aşağı küp yer elden kılmışta bütünler kıskaga, onun da sizge kiralaydı. 6. Amerika Akbarat Kori Yaki, bunu İngilizce Politico deydi'nin haber birçe Xitoy casusluk idaresi London, Rom, Tokyo, Toronto, New York qatarlıq şəhərlərini içkiga alğan nurgun yerlerde Xitoy chet el saqchi punkti kurgan. Növbətdə Amerika ve Avrupa bexatarlik tarmaqları muşundaq 100'den artıq punktini tekşürüp etibdi. Xitoy muşu chet el saqchi punktları arqılıq özüge ihtiyaclıq bolğan uçurlarını toplalaydı. Mening mo'ljalashimcha Amerika, Avrupa, Yaponiyadagi har maktablardagi Xitoy o'quvchi uyushmasi va har xil Xitoy tashkilotlarni ichiga olgan bundaq punktlardan yana yüzü var. Tünegen ben Türkiye'deki bir tanışımda soruş baksam, Türkiye'de mi Xitoy o'quvchilar uyushmasi bor keçiminglar. Amerikada o bekçi. Arabistondan bor. 7. Yana Amerika ve G'arbda shaxsiy razvedka ve advokat yollab to'plalaydi. Bu razvedka ve advokatlar, bu razvedkaning pulni bashin qilavergan narsa, advokat deganning so'zida yaxshi odam, yomon odam bo'lmaydi, pulga xizmat qilaman deydigan narsa. Bu razvedka ve advokatlarni Xitoydanla emas, başka milletlerden, hatta Uygurlardan yollab ishlatilishi mumkin. Ben Dünya Uygur Kurultayı'nın Rabia Kadir Hanım'ını siyasi sahneden çıkarışta benim kolu var da dinleme. Bu Xitoy casuslarının kazanılan bir çoğun helbis. 8. Ali mektep ve aspirantlar, instituttaki Xitoy okuvchilar uyushmasi, her devletlerdeki Uygur ve Xitoy teşkilatları Xitoyga ihtiyaç var, yoki Xitoyga ihtiyaç buluşga xumar Uygurlar, Xitoydan pensiya maaş ilayotgan Uygurlar, Xitoy ve Sharqiy Turkistonga kirib chiqayotgan Uygur ve başka dini cemiyeti qatorliqlardan to'plalaydi. 8. internet tor orqali yuqori fan texnikadan foydalanib oshkora uchur to'playdi. Buni qanday to'playdi internet orqali? Mening ikkinchi qismini so'zlaganda men shu vaqtda tafsili to'xtayman. Bu bir rasmiy bir tor urushi, bir rasmiy. Ben deb turayapman, bu tordagi bu josuslik harakatlarni bo'lish, bu tor, bu mening kasbiy dorimda. Men bu tor urushini sizlarga 1001 kechining rivoyatida so'zlab beraman. 10. Xitoy nurg'un musulmon davlatlari bilan munosabati yaxshi. Bu musulmon davlatlarining axborot organlari orqali yoki shu davlatlardagi soqchi punktlari orqali yoki shu davlatlardagi Xitoyga xizmat qiladigan fuqarolar, dinzotlar, Kodigerler, sakçılar, hatta Uygurlar arkalık Uygur uçurlarını toplalaydı.
Musulmon davlatlarda Xitoyni yaxshi ko'radigan odamni topmoq bekla oson. Uyg'urlarning ichidami Xitoyparastlar har zaman yetarli. 11. Yeni casusluk kanuni tüm türlük kanun maddelerini kirgizip cismani erkinlikni cheklash uchun kanuni asas yaratıp verdi. Chegaradan chiqishni cheklash vositasi orqali jazolash, kontrol qilish va Xitoyga qarshi turg'uvchilarni qo'rqitib, xalqni so'z qilolmas qilishning qonuniy asosini tikladi. Chet eldagi insoniy huquqni qo'g'dug'uchi Xitoy va har xil faoliyatdagi Uyg'urlarning oilasidagilarni jazolash asosini qonunlashtirdi. Buning orqali ularning oilasidagilarga bitim ishlatib, ularni oila tavobatlarini Xitoy hukmronligiga qaytirib kelishga majburlaydi. Bun qilish diplomatiyani oral qilib chet eldagi muxbirlarni qo'rqitadi. Hozir Xitoyga berib kelayotgan Uyg'urlardan qanoatlik uchur so'rmay hargiz qo'yib bermaydi. Xitoyda mol mulki bor, pensiya maosh ilayotgan, Xitoy bilan tijorat qilayotgan Uyg'urlar Xitoyning jurt to'plash manbasi. Yaqinda biz shu Janubiy Kaliforniyada 10 men qarab baxsam 10 oilaning ota-onalari keldi. Bular hech kimga aralashmaydi ki. Bularning ichida bizning yaqinlarimiz bor, hatto men bilan jiroq qudular bor. Bular bolalarda bizga hech kim telefon qilmasin deb. Hech kim bilan telefon qilmaydi, aloqalashmaydi-da. Shunda kirib turadi. Bizning ota-onalardan men sanab baxsam, men bildiganlar bir 10 ota-onalar ketmiş yaqinda bir oyning ichida. 12. WeChat orqali sizning "Habay" degan so'zingizga men javob beray. WeChat orqali sizning va atrofingizdagi paranglarni har vaqt anglaydi. Bugungi kundagi jamiyatda biz har xil fan texnikaning qo'rshovida yashaymiz. Televizordan tinsiz tinshig'ucha va avtomatik haydaladigan mashinagacha texnika har bir odamga nisbatan intayin muhim ve bu muhimligi nurg'un taraflarda ifodalandi. Yaqingi yillardan buyon oilalarda noiti moda bo'layotgan bir xil texnika bo'lsa, ovoz yordamchisi. Ovoz yordamchisi asosan bu 4 xilga bo'lindi. Rasm 6 ekranga. Mana. Bu ovoz degan qilpinofda ishchi bunda saqlag'lar siz uning bilan xuddi bir odam bilan paranglashgandek paranglashsin. Ahmad falonchi ishni qilib berasiz, o nimni deysiz deb sizdan so'raydi. Ma o'ng tarafdagi Google'ning ma o'ttirga Siri degan ma olmining ma behi ma 4 xil ba'zi. Yani bizning ma qo'limizdagi Siri. Bu Siri men mushuni asos qilib so'zlayman. Uyg'urcha Siri deb o'qidim jumla. Bunun içinde Siri bo'lsa olma yonfun ishlatuvchilar uchun o'rinlashtirgan ovozli kontrol qilinadigan shaxsiy yordamchi. Siz Siri bilan xuddi bir do'stingiz bilan so'zlashgandek so'zlashsiz va Siri sizning ishlarni o'rindishingizga yordam qilishni maqsad qildi. Masalan, siz Siri'ga "Hay Siri, Fidoy bilan soat 9'da bir suhbat o'rinlashtiring" desangiz, Siri sizning kalendaringizga bir faoliyat o'rinlashtirib qo'ydi. Masalan, yana Siri, "Hay Siri, uydagilarga bir necha do'stlarim bizning uyga men bilan ketib bordi, bir oz tayyorlik qilib qo'y" degan uchurni yo'llab qo'y desangiz, Siri darrol bu uchurni uydagilaringizga yo'llab beradi. Yani masalan, Siri, "Mening iPad'imni topolmadim, nerede o?" desangiz, darrol iPad'ingiz Siri jiringlatib iPad'ingizning ovozini chiqarib beradi. Uyingizga sinab beqinglar. Mesela yana, "Hay Siri, men rasmni Fidoyga avtib ber" desangiz, rasmni avtib beradi. Manda uni ashta desam, bas Siri, mana menda Sirining ismini chiqarsa, men ismini men bilan so'zlashyapti. Nim qilib aytayotdi. Ko'rdinglarmi? Sirining ismini chiqib qolsa, darrol men da'vatdi. Men uchun chiqarib aytay buni. İsmi chiqib qolganda, men darrol qanday xizmatni bo'lay da'vatdi menga. Mesela Siri sizga so'z birikmisini tarjima qilish, to'g'irlash, o'rinni tepish, havo
hava rayi haqida doklad qatorliqni hamma ishni qilib berdi. Og'zingizni mashina deb dikanta so'zlab beraverdi sizga. Bu yanfundi bor, ha, bu har qanday olma tilpundi bor. Bunun xarakteri yana siri har vaqt sizning gapingizni anglab turadi. Ha, ma'noning nattiqinglar. Yanfunni o'chirvatsangizmi, siri uchiq turadi. 10 Uyg'ur bir yerda o'tirib parang qilsa yoki yig'in olsa, agar ularning ichida birisini yanfunda WeChat bo'lsa, Xitoy WeChat, Xitoy bu yig'ilishdagi paranglarni anglaydi. Bunun orqali Uyg'urlarni uchun to'pladi. Siz telefoningizni itirat o'chirvatsangizmi, tokni o'chirvatsangizmi, u uchiqli turadi. Turashqaylar ketib, siri telefonini ichida qarl ichib yetadi. U uchiqli turadi. Hazır, mesela bir Uygurlar yığıldыңlar, bir çaqçaq qıldыңlar, bir sınlarının içinde WeChat var. O mümkünçiliği var da, boğanki o avaz uçuğanki WeChat aşağı arka avazını anlap, üzü düşürüp etçik ihtimalı. Çok. Hazır, Xitayga 1 kilovatga Uygurlar şeyler köp bulup kaldı. Yani balalarını yoklap kilovatga Uygur mu az emez. Adı Amerika'da anlasam az diyende 30'da hükümet deydi. Bularının çətlerde turuş tuqqallarının yanfunlarına avaz yardımcısını orun tağlaydı. Çıkışta bir yardımcı, onu emez başka bir yardımcının uğurlaştırıp koyalaydı. Bu Uygurlar bayağı berip kim oltursu mu, şu yerki paralarını anlalaydı. Bana otururken bu üşmeydi cümle. Telefonunla ilaka takibetimi üçürtmezsenler mi bu uçuklu dururdu. Bu zaten üşmeydi. Hem de mesela geldik de böyle şundacık zor miqdardaki materyalların tayyorda. Qarşınız bir yer kiçik başka uşak düşecek bir materyallar. Bu zor miqdardaki sonliq ma'lumotlarni to'plagandan keyin qanday ishlatadi? Bu sonliq ma'lumotlarni tahlil qilib va uning o'ziga bo'lgan munosabatligini qanday suzib chiqadi? Bu sonliq ma'lumotlarni qanday qilib foydali uchurga aylantira oladi? 10 yil yoki 20 yil ilgari bu sonliq ma'lumotlarni qisqa vaqt ichida bir taraf qilgani bo'lmadi. Balkim bir necha yil vaqt ketadi. Lekin hozir darajadan tashqari kompyuter, darajadan tashqari hisoblash usuli va sun'iy aql iqtidorga tayanib bir necha minutda zo'r miqdordagi sonliq ma'lumotlarni bir taraf qila oladi. Siz masalan bir sekundda bir klassni ishlasangiz, hozir teoriya bir sekundda 1 trillion ishlay oladi kompyuterlar. Bunda deganda siz 40 yilda ishlaydigan hisobotni bir sekundda ishlab bo'ladi kompyuter. Xitoy sun'iy aql iqtidorga 150 milliard dollar mablag' silib, bu kasbda dunyoning oldiga o'tdi. Ham 100 mingdan ortiq Xitoy yoshlari sun'iy aql iqtidorini o'rganyotdi va tadqiq qilyotdi. Bu materiallar nereden keldi? Men oxirida sizlarga deb kitoblarni ko'rsatib berdim. Bunun neticesinde Xitoy sizning oilalaringizga va do'stlaringizga kuzatib kontrollash sistemasini qura oladi. Har bir odamga ayrim qila oladi. Bu hech qancha jihat emas. Dunyoda Uyg'urlar hamma 2-3 milliard bu kompyuter uchun hech qancha nima emas bu kompyuter ham. Bu sistema uzluksiz yeni sonliq ma'lumotlarni to'plash orqali sizning mulozimatlaringizni yig'ib turdi. Sizlar yig'ib qo'ydimi, pidoyi deb, ayol so'zlagan miyatga hammamiz ashak to'plab kirkitaverdi o'zligida. Siz balkim bilmasligingiz mumkin. Siz yoki oilalaringizdagilar yoki sizning avlodlaringiz har vaqt Xitoyning nazorat qilish sistemasida saqlanib turadi. To'plagan sonliq ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, Xitoyning bu nazorat qilish sistemasi shuncha mukammal, shuncha to'g'ri bo'ladi va ba'zi mo'ljarlashga ega bo'ladi. Masalan, hammani Xitoy uchrasa, siz nima ish qilmoqchi, nega bormoqchi, kim bilan ko'rishmoqchi, nima savdo qilmoqchi, ata namoyishga chiqamsiz yo'q, kim bilan to'y qilmoqchi, bolalaringiz qaysi maktabda o'qitmoqchi.
Uyghur təşkilatlarına pul verəmsiz yox. Qaysı supermarketdən soda qılısız və qandaq yemək içməklərini yaxşı görürsüz. Kimlər bilan yaxın dost bulub ötürsüz, kimlər bilan çıxışanmaysız. Qaysı məktəbni tutdurdunuz, nimə xizmətlərini qılısız, qançılıq pul tapsız, kəsbiniz nimə, sodada payda görüvatamsız, yoki ziyan tartıvatamsız. Qaysı Uyğurun içində ziddiyət var, yoki ziddiyət kilib çıxıdı. Hidayi, qayerga köçüb bardı, qatarlıq hərəkətlərinizni mülçərlərləydi, uçurlarını toplab qılalaydı. Bu, mən müşədə bu və bu Uyğurlarda uçur toplaşlarını ki, nurğun usulları, muşu, əgər sualımla bulmasa, mən 4-cü bölüm ötü gedim. Kimlər bu tor uruşlarının işçiləri kırmız, işçilərə ken qısımlarda. Müşədə ilə birisi soraptı məndə. Siz daim birinci qısım Xitay app'lərine, Xitayda işlənən app'lərdən başqa chet ellərinin app'lərində mi açtaq qilish imkoniyati bormi Xitayda? Ən çətlərkiler situamızda nəydi tərs. Məsələn, Google, bunlar özlərinin app'ləri var, çitpayda işləb çıxma özlərinin app'ləri, bunlar bir xilmişdə qapaqının içine silib aldı. Lekin o mandaq bir işini oylan. Məsələn, siz uyunuzni bexatarlikdən saqlayman deb uyunuzga eng oldida məsələn apparatlarni qo'ydingiz. İçine o'g'ri kirsa darrov chaqiradigan signallarni qo'ydingiz. Derazalarni zanjirlar bilan mundaq tömür nimalar bilan chopladingiz. İşlərinizdə eng ulug' ishlar bilan qildingiz. Lekin bir nayt usta o'g'ri aş uyunuz kirman desa, amalga bir kun kirib kelaydi. Mesela Amerika'da bir 16, ben ahırma kitapla sözlep vermem bunu. 16 yaşlık bir kirgen oğun bala, Amerikalık bala. Amerika'nın devlet müdafiye sistemisi bozuk kirgidi. 16 yaş kirgen bala, kompüter var. Üyde oturup. Bunu kılalaymense, kız bazı naiti nimkip getti bu mücadele. Şunun için Uygurlarına birindeydiğen yerim, Tılpınonlar TikTok ve WeChat olsa, WeChat paran kılığında o tılpınonlar ner koyup koyuyorlar. Her gün otlamalı onda. Her kanda teşkilatlar paran kılığında, bir yakında WeChat bağımında sürüştürüyorlar. Bu WeChat olsa, onu anlaş, mümkünçalığı, çokum anlalay demeyme, hem birisinin mümkünlüğün davatımız, bir yerde, ihtimallığın davatımız, naiti yukarı. Çünkü için buna dikkat kılın. Xitayning